Hammaga salom do'stlar. Men Rustam Kompoting. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, bugun juda ham ajoyib video bo'ladi. Chunki meni orqamda 7 ta rang-barangli liftlar turibdi. Sizlar hozir ekraningizda 7 ta lift ko'ryapsizlar. Qizil, oranjiy, sariq, yashil, голубой, ko'k, fioletoviy. Bugun biz sizlar bilan har bitta lift ichiga tushib, ichida испытанияларni o'tib chiqamiz. Bir xil испытаниялар juda ham zo'r prizga olib keladi. Bir xillari esa bolalar, o'zingizlar bildinglar, to'g'rimi? Bolalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham ajoyib video bo'ladi. Biz esa ketdik, boshlaymiz. Bolalar, mana 7 ta chiroyli liftga qaranglar. Bugun biz sizlar bilan har bittasiga tushib, har bittasida aylanib ko'ramiz. Har doimgidek birinchi bo'lib qizildan boshlaymiz, ko'ramiz bu yoqda nima bo'lar ekan. O'z meni videomda bunaqa rang-barangli juda ham ko'p videolar bor. Например, 7 ta rang-barangli ishli videolar bor, baland binoli videolar bor. Yana qanaqalar bor? Juda ham ko'p videolar bor o'z menida. Quduli videolar ham bor. Bugun esa bolalar liftli video bo'ladi. Mayli, kelinglar unda birinchi bo'lib qizil liftni chaqiramiz. Oppa, ana eshitibsizlarmi? Kelyapti lift qanichi. Tak, davat tezroq kelsinchi. Oppa, ana bo'ldi, bolalar keldi, eshik ochildi. Kelinglar endi liftga kiramiz dedi. Ketdi, pastga bosamiz. Aha, ana bo'ldi. Ana eshik yopildi. Endi ketdi, bolalar pastga tushamiz hozir. Hop, qanichi, ana bo'ldi, keldik. Hop, bu yerda biz nima qilishimiz kerak? Voy, bu bolalar bilan nima? Bu qaranglar. Mana bu yana bitta lift bor ekan. Bu ishlamayapti, lekin bolalar qaranglar, ishlamayapti bu lift. Men nima buni tuzatishim kerakmi? Qaranglar, mana bu yerda qanaqadir gaykalarmi yetishmayapti. Mana bu nima bu? Qanaqadir xona bor ekan bu yerda bolalar, qaranglar. To'xtanglar, men tushunmadim. Birinchi испытание bunaqa qiyin bo'lsa qo'yganlar qanaqa bo'ladi? Hop, mana bu yerda mana bunaqa simlar bor ekan bolalar, qaranglar. Kelinglar, shularni hammasini olib olamiz. Kerak bo'lib qoladi. Yana bunaqa antennalar ham bor ekan. Hop, nima qilishim kerak endi men? Menimcha men tushundim bolalar. Men mana shu simlardan bundoq qilib ulab chiqishim kerak. Bo'ldi. Agar shunaqa bo'lsa, hozir tez qilib chiqamiz. Endi unaqa tez bo'lmaydi-yu, lekin tezroq qilishga harakat qilaman. Tezroq prizni ham olish kerak-yu. Ko'ramiz qanaqa priz bo'lar ekan. Oppa, mana qaranglar, eshik ochildi. Endi ketdi ichkariga. Hop, bu yerda nima qilish kerak? Menimcha buni ham tushundim. Mana bu yerda qaranglar, simlar uzilib yotgan ekan. Bu simlarni biz ulashimiz kerak, mana qilib. Mana bu yerda ham bundoq qilib ulamiz. Aha. Hop, mana buni qancha olib tashlash kerakmi? Yo'q, o'zi qaranglar ulanib turgan ekan-u. Hop, lekin hali hech nima bo'lmadi. Nima qilish kerak yana? Hop, qancha bu yerda. Mana bu tarafni ham ulash kerak menimcha bolalar, qaranglar. Bu ham oddiy qolib ketmaydi ulanmasdan. Kelinglar, hozir buni ham ulaymiz. Hop, tak tezroq ulaymiz. Mana bunaqa qilib, qo'ygan bunaqa qizil bilan ulab olsa ham bo'ladi. Mana bunaqa signal qo'yamiz. Tezroq qilib mana shunaqa ulab chiqamiz. Hop, endi ichkariga kiramiz deb bolalar, qaranglar. Tak, ichkariga kirib mana bunaqa qilib, hozir bunaqa pastga tushiramiz. Mana aha, bundoq qilamiz dedi. Mana buni olib, appa, ana bo'ldi, bolalar ochildi. Hop, bu yerda bunaqa batareyalar bor ekan bolalar, qaranglar. Kelinglar, bularni olib olamiz. Kerak bo'lib qoladi menimcha. Bekorga turmaydi-yu, to'g'rimi? Hop, endi menimcha men tushundim. Qaranglar, bir xil batareyalar o'chib qo'ygan ekan mana bu yerda. Kelinglar, mana shularni olamiz dedi. Aha, ana bo'ldi. Tak. Endi esa mana bu yerda ham bor ekan. Kelinglar, bularni ham olamiz. Tak, aha, ana bo'ldi. Endi bu yerga yangi batareyalar qo'yamiz. Tak. Kelinglar, qo'yamiz bularni ham. Mana bu yerga ham qo'yamiz. Aha, ana bu. Bolalar, qaranglar, mana bular aylanishni boshladi, ko'ryapsizlarmi? Mana bu gaykalar aylanishni boshladi. Значит, men to'g'ri qildim, lift ham keldi bolalar, qaranglar. Ura, endi ketdi prizga. Hop, endi ketdi, pastga bosamiz dedi. Yana pastga tushamiz hozir. Ko'ramiz qanaqa priz bo'lar ekan. Tak. Bolaqa. Ana bo'ldi, prizga ham keldim. Bolalar, qaranglar, mana bunaqa xona bor ekan. Voy, bolalar, qaranglar, mana bu yerda juda ham zo'r prizlar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Kelinglar, shularni havasini olamiz. Mana bunaqa kiyim ham bor ekan, qaranglar, qizil. Wow, juda ham chiroyli ekan, lekin bunaqa olmalar bor ekan. Maza qilib yesa bo'ladi. Bular yerda menimcha effektlar ham beradi bolalar. Da effekt ham berdi, qaranglar. Juda ham zo'r ekan bolalar, lekin endi ketdi oranjiviga. Hop, bolalar, bu qizil lift menga juda ham yoqdi. Endi ketdi oranjiviy liftga tushib ko'ramiz. Hop, chaqiramiz. Qanicha? Ana lift keldi. Ketdi, chiqamiz dedi. Endi ketdi pastga, qanicha nima bo'lar ekan ko'ramiz. Hop, ana bo'ldi. Men bu yerga keldim. Bu yerda nima qilish kerak endi? Mana bu yerda qanaqadir liftmi? Bu tushunmadim. Nima bu? Bu lift o'zi shu yerda ekan, qaranglar. Mana bu yerda qanaqadir knopkalar bor ekan, mana bunaqa. Hop, nima qilishim kerak? Men shuni tushunmadim. Aha, mana bu yerda qaranglar, bolta, kirka, lopata bor ekan. Men nima endi pastga qazishim kerakmi? To'xtanglar, qanaqa ovoz bo'ldi? Eshitolsizlar? Tushunmadim, lava mana. Tezroq ketdi bolalar pastga, qaranglar, tepadan lava oqib tushyapti. Yo'q, tezroq pastga tushish kerak. Tak, tezroq pastga tushamiz. Lava boshimga yoqib tushishni xohlamayapman men. Bo'la qolinglar, tezroq. Men menimcha tushundim. Hozir mana shunaqa tezroq pastga tushish kerak bolalar. Men priz olganim menimcha bo'ldi. Mayli, tezroq tushamiz. Men qaranglar, bizroq ko'raman. Hop, tezroq. Tushunmadim, lavami. Yo'q, qanaqa chiqib ketaman bo'ladi bu yerda. Men olib chiqib ketaylar, iltimos. Aha, yo'q.
Bolalar oranjoviy lift bu noto'g'ri lift ekan. Ko'rdinglarmi? Lavaga tushib ketdim-u. Mayli kelinglar endi sari lift chaqiramiz. Hop, qanichi, ne kelmayapsa? Bola namuncha uzoq kelyapti. Bu eshityapsizlarmi? Voshcha uzoq kelyapti lekin. Aha, bola qoni tezroq kela qolsangchi. Menimcha voshcha past joydan kelyaptimi deyman-a bolalar. No, mayli, xo'p, tezroq kelsa yaxshiroq bo'lardi-da baribir. O, ana bo'ldi, keldi. Endi kelinglar liftga kiramiz-da. Hop, pastga tushamiz endi hozir. Lift pastga tushyapsam videoni yoqaman, chunki lift juda ham zo'r yurar ekan-u. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Mani maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana bo'ldi bolalar liftdan pastga tushdi, lekin juda ham uzoq tushdi deb boru. Mayli, sizlar uchun 1 sekund o'tdi, to'g'rimi? Hop, bu yerda nima qilish kerak? Tushunmadim. Bu yerda nima parkur qilish kerakmi? Bolalar qaranglar, pastga tushib ketsam yomon bo'ladi-yu. No, mayli, tushundim, men baland binolarga sakrab parkur qilish kerak ekan. Tak, mayli, hop. Qanaqa parkur qilishga harakat qilamiz? O'zi men parkur qilish bo'yicha professionalman. O, ketdi, sakraymiz. Aha, ana bo'ldi. Endi keyingisiga, hop, endi bunisiga. Tak, endi menimcha antga sakrashim kerak. Bo'ldi, harakat qilamiz. Tak, bundoq sakrab chiqib olib, hop, qaranglar, men bitga. Hop, ana bo'ldi. Endi juda ham baland joyga sakrash kerak ekan. Mayli, harakat qilamiz bunga ham. Hop, ana bo'ldi, tayyor. Endi oxirgisi qoldi. Bolalar, qaranglar, ishi bor ekan. Hop, to'xtanglar, men bitga bundoq sakraymiz. Aha, ana bo'ldi. Men bitga ham kelib oldik bolalar, ura. Hop, uje qaranglar, men bitta priz bor ekan. Nima? Tushunmadim. Namuncha g'alati narsalar bo'lmasa bu yo'qdi. Mana nima bu? Men asalni nima qilaman? Qanaqa chiroq bor ekan. Bunaqa tillalik ham, g'alati narsalar ekan bu yoqda. Lekin vasha jotki narsa ham yo'q ekan. Mayli, ketdi unda bu yoqdan. Asalni olib tepaga chiqib ketamiz. Sarul lift, to'g'risini aytsam, sen menga umuman yoqmading. Prizlaring vashcha g'alati ekan. Endi esa bolalar kelinglar, men yashil liftga tushamiz, kelinglar chaqiramiz. O, bolalar qaranglar, shod ekanmi deyman-a, lift bitada keldi. Kelinglar endi ketdi pastga. Bunda yaxshiroq narsa bo'ladi degan umiddaman. Tak, pastga tushyapti. Aha. Hop, ana bo'ldi, keldi. Bu yoqda nimalar? Men bitta qaranglar, divan bor ekan, bo'ldi, bolalar mana shu yerda qolamiz biz. Mayli, hazillashdi. Men bitta ishi. Hop, nima qilish kerak endi bu yoqda? Qaranglar, men bitta bunaqa narsalar bor ekan, qaycha shunaqa. Nima ishini bisishim kerakmi endi shu bilan? Yo, menimcha biz olmasam kerak bu narsalar bilan. Mamutni bolalar qaranglar, nimadir narsalar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Balki men shularni ochishim kerakdir, qanaqadir qilib bisishim kerakdir. Kelinglar, harakat qilamiz. Mana shunaqa qilib, menimcha men doskalarni bisib chiqishim kerak bolalar. Bo'ldi, tushundim. Kelinglar, bularni bisib chiqamiz. Tak, mana bu chetlarini ham. Aha, ana bo'ldi. Hop, nima bo'ldi? Qanicha? Bolalar qaranglar, men bitta qanaqadir parolmi? Kodlar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Men nima endi kod topishim kerakmi bu yoqda? Mayli, hop, topishga harakat qilamiz qanaqadir qilib. Lekin men bitta lazerlar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Menimcha qaychilar orqali men bu lazerlarni uzib tashlashim kerak men bularni. Kelinglar, uzamiz. Tak, davay, hammasini uzamiz. Ana bo'ldi, bolalar qaranglar, lazerlar ham ketdi. Bo'ldi, endi bemalol parol tera olamiz. 1, yo'q, 1 emas ekan. Mayli, kelinglar, 1, 3, 4, 5, 6. Yo'q, unaqa emas ekan. Kelinglar, joyiga qaytaramiz men bularni. Hop, nechi bo'lishi mumkin yana? Kelinglar, mana 1, 4, 5, 6. Bunaqa ham emas ekan. Hop, mayli, 3, 2, 4, 1. Voy, bunaqa ham emas ekan. Tak, nechi bo'lishi mumkin bolalar? 6, 4, 2, 1. Qani? Bolalar qaranglar, eshik ochildi, ura. Bolalar qaranglar, men bitta prizam bor ekan. Zo'r narsa bo'lsin deylar, qanicha? Voy, bolalar qaranglar, men bitta qanaqa narsalar bor ekan, ko'ryapsizlarmi? Voy, qaranglar, qancha narsalar bor ekan. Izumrudli kiyimlar, ura. Voy, bolalar kelinglar, men buni kiyib olamiz. Voy, juda ham zo'r ekan u narsalari. Prizlari juda ham yoqdi. Voy, men bu kiyimni qaranglar, chiroyliligini. Men boshi ham yopib turar ekan, qo'li ham. Voy, juda ham zo'r ekan, lekin mana bunaqa tillali olmalar, izumrudli, mayli, ketdi bola tepaga, zo'r ekan narsalar. Izumrudli lift, lekin juda ham zo'r ekan. Mana yashil lift. Bolalar, mana bu yerda qaranglar, mana bu lift ochiq ekan. Nima qishloq qilib bosishdim bu liftni chaqirib. Lekin hozir bu yerda hech kim yo'q-u. Mayli, o'zi ochib bo'lsa kerak. Bolalar qaranglar, bu lift avtomatichka ekan. Kirganimda o'zi yopildi, o'zi ochildi. Значит, bu avtomatichka ekan. Ketdi endi pastga, qancha olib tushib qo'yarmikin mana. Mana bu yerga keldik. Mana bu yerda yana bitta lift bor ekan. Nima qilish kerak endi bu liftni? Nimadir yana to'g'irlash kerakmi deyman boru. Lekin mana shu to'g'irlayim kelmayapti. Mana bu yerda bunaqa kirka bor ekan. Hop, nima qilishim kerak endi men bu kirka bilan?
Kelinglar topamiz qanichi. Hop bu nima bu? Voy to'xtanglar bolalar, mana lift troslarimi nima? Nima endi bularni faqat sindirishim kerak edi menglar bolalar, iltimos. Bu trosni nima uzishim kerakmi endi? Yo'q, agar noto'g'ri tros uzib qo'ysam menimcha lift tushib ketadi shekar. Hozir lift ishlamayapti, to'g'rimi? Yo'q, mana lift ishlamayapti. Hop nima qilishim kerak endi men? Nima uzishim kerakmi endi men bu trosni? Qanaqa qilib voshchi bo'lmasa kerak bu. Kelinglar mayli harakat qilamiz. Qaysi birini uzamiz? Kelinglar mana 10 tomondagini chetdagini uzamiz qanichi. Hop hozircha hech nima bo'lmadi. Lift joyida turibdi, hech qayerga tushib ketmadi. Hop endi nima qilishim kerak? Balki men yana chetdagini uzishim kerakdir, bolalar, nima deysizlar? Menimcha liftni o'zi bormi, ikkita o'rtada ushlab tursa kerak. Menimcha chetdagini uzishim kerak, o'rtadagilarga tegmasdan. Kelinglar harakat qilamiz qanichi. Hop hech nima bo'lmadimi? Bolalar qaranglar, eshityapsizlarmi? Lift keldi. Oho, ura ketdi, lift ishladi menimcha. Da bolalar, mana qaranglar, lift ishlabdi. Kelinglar o'tiramiz deb pastga tushamiz endi. Tak, davay, tezroq pastga cho'qi. Prizga olib kelarmikin? Qani nima deb o'ylaysizlar? Qayerga kelarkin? Opa, bolalar qaranglar, ilohim yaxshi narsalar bo'lsin deb bu yerda ham qanichi. Bolalar qaranglar, bu yerda mana olmozlik bor ekan, kristalli. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa kristalli bor ekan. Kelinglar bilan olamiz, juda ham zo'r bu. Yana mana qaranglar, anaqa bor ekan. Bu nima bu? Aldakasim olmozmi? Yo'q, aldakasimliklar menga kerak emas. Menga rosa kasimlik kerak. Yana qaranglar, anaqa kirkalar, patalar bor ekan. Juda ham zo'r bolalar. Bu ham menga juda ham yoqdi. Juda ham zo'r ekan prizlar. Mayli, ketdi endi yana tepaga. Bolalar qaranglar, o'sha ikkita dona qoldi. Biz antik hammasini o'zib chiqdik mana shu liftlarni. Endi ikkita oxirgi lift qoldi. Ketdi endi ko'kka kiramiz. Bu yoqda ham zo'r narsa bo'ladi degan umiddaman. Hop qanicha, ani lift ham keldi. Endi ketdi bolalar pastga. Tak, ana lift pastga ketyapti. Hop sakrasa hech nima bo'lmaydi, to'g'rimi? Yo'q, bolalar, hech qachon liftni sakramanglar. Hop qanicha, biz уже keldik bu yerga. Hop bu yerda nima bo'ladi? Qaranglar, mana bu bunaqa bolta bor ekan. Hop men nima qilishim kerak? Lift ochiq turibdi mana bu yerda. Bolalar, menimcha men tushundim. Men bu yashiklarni hammasini ko'tarib, liftga olib kirib qo'yishim kerak. Eshik ochilishiga bo'ldi, hozir tez qilamiz. Lekin juda ham og'ir ekan mana yashiklar. Bolalar qaranglar. Mayli, hop kelinglar, tezroq hammasini olamiz, bo'ldi. Bolalar, o'z mana shularni hammasi liftga sig'armikan? Nima deb o'ylaysizlar? Chunki lift endi unaqa katta emas, mana yashiklar juda ham ko'p ekan. Hop kelinglar, mana bularni bundoq qilamiz. Aha, tak, mana buni qanaqa qilib qo'yamiz? Hop mana bu yerga qo'yamiz. Tak, buni esa mana bu yoqqa. Aha, ana bo'ldi. Hop hali menda yashiklar juda ham ko'p bor, hammasini qo'yib chiqish kerak. Hop kelinglar, buni chetga, buni ham chetga. Hop mana bu yerda qaranglar, unaqa kichkina yashik bor ekan. Buni qayerga qo'yamiz? Kelinglar, mana shu tepaga qo'yib qo'yamiz. Buni cho'tki tushdi. Hop bittasini esa mana bu yoqqa. Tak, kelinglar, mana bu yoqqa. Aha, oxirgini esa mana shu qo'yib qo'yamiz. Hop qanicha, mana men hammasini qo'yib chiqdim, lekin eshik ochilmadi hali. Nimaga? Mana bu yerda yana yashiklar bor ekan. Bolalar qaranglar, kelinglar, mana buni ham qo'yib qo'yamiz. Mana bunaqa bochka bilan. Mana bu yerga esa yashik qo'yamiz hozir. Kelinglar, mana tepaga qo'yamizmi yoki bu yoqgami, nima deysizlar? Yoki bundoq aylantirib mana shu qo'yib qo'yish kerak. Tak, qanicha. Aha, tak, bo'la qolsinchi. Ana bo'ldi, men hammasini qo'yib chiqdim. Bolalar qaranglar. Hop, bolalar qaranglar, eshik ham ochilibdi уже. Qanicha bu yerda nima bo'lar ekan? Nima bolalar, nima bu? Qanaqadir kistichkalar, men otga kiyim, namuncha g'alati narsalar bo'lmasa, bolalar qaranglar, men zo'rg'a mana shu narsalarni ko'tarib, belim og'rib, hamma narsani olib kirib qo'ysam, qanday g'alati narsalar tushyapti, ko'ryapsizlarmi? G'alati-yu, mana bu yerda qaranglar, bunaqa kreslo bor ekan, shu yerda o'tirsam bo'ladi zato, deyman. Lekin baribir bolalar g'alati narsa ekan-da, bor vashi yoqmadi. Mayli, ketdi tepaga. Hop bolalar, уже oxirgi lift qoldi, fioletoviy lift. Hop kelinglar, endi buni ham chaqiramiz qanicha. Tak, bo'la qolsinchi, tezroq kel. Mana shu hammasini o'tib chiqdik bolalar, уже qaranglar. Hop ana lift ham keldi. Endi liftga chiqib, pastga tushib olamiz. Hop kelinglar, liftga kiramiz dedi. Tak, endi pastga knopkani bosamiz. To'g'risini aytsam, ozgina qo'rqaman deb bor oxirgi liftda nimalar bo'lar ekan? Hop mayli, hozir biz sizlar bilan shuni ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Tak, bo'la qolsinchi, lift tezroq kela qol. Pastga cho'qo tezroq. Qanicha men bilan nima bu? Mana pastga ham tushib oldim. Tak, qanicha. Voy, nima tushunmadim. Yo'q, qanaqa tepaga chiqib ketsa bo'ladi? Tepaga chiqib ketsa bo'ladimi? Voy, yo'q bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mana bu yerda qanaqadir katta zombi bor ekan. Men buni nima o'ldirishim kerakmi endi? Qanaqa men buni o'ldiraman? Kattaligini qaranglar. Mana bu yerda bunaqa kiyim bor ekan. Kelinglar, buni birinchi bo'lib mashina kiyib ola qolaylik. Tam oldimga kirib kelmasin. Mana bu yerda tillali olmalar. Kelinglar bilan olamiz. Yana qaranglar, ikkita qilich bor ekan bolalar. Hop, qanicha. Mana bu qilich yaxshiroq
ekan. Noma'lum bolalar bunaqa zo'r qilich bilan men bu katta zombini yutaman degan umiddaman. Skeletmi, zombimi nima bu tushunmadim. Kelinglar mana tillali olmani yeb olamiz deb bu yoqqa endi men sizga ko'rsatib qo'yaman. Bolalar qaranglar buni yutarishni ko'ryapsizlarmi? Hozir men bunga ko'rsatib qo'yaman. Davay, mana buni lavaga taramiz, buni lavaga. Hop, tak, hozir men seni o'ldirib tashlayman. Nima qilyapsan bu yerda? Men bu yerda priz olishga keldim. Hop, davay, bora qol, kelinglar tillali olmani yeb olamiz. Hop, tak, ana bo'ldi bolalar. Ura, men buni o'ldirdim. Bolalar qaranglar, men buni o'ldirdim. Bundan richak tushdi bolalar qaranglar. Hop, men endi men bu ishni ochib qaniychi. Ura bolalar qaranglar, oxirgi priz. Tak, bu yerda ham cho'tki narsa bo'ladi degan umiddaman. Qaniychi ochamiz. Bolalar buni qaranglar, bu yerda juda ham zo'r prizlar bor ekan. Qaranglar, bunaqa kristallar. Oho, bunaqa kiyimlar ham bor ekan. Wow, juda ham zo'r ekan u qilich. Voy, men hammasini olaman. Hop, hammasini qanaqa tepaga olib chiqib ketsam bo'ladi? Menimcha bilan hammasini tepaga olib chiqib keta olmayman-u. Mayli, hop, qanaqadir qilib amallab tepaga olib chiqib ketishga harakat qilaman bularni. Xo'p, ana bo'ldi bolalar, biz sizlar bilan mana shu hamma rang-barangli liftlarni o'tib chiqdik. Menga to'g'risini aytsam, eng yoqqani boru, tak, eng yoqqani mana bu yashil bo'lgan bo'lsa kerak. Yashil bilan u oxirgi fioletoviy bular menga juda ham yoqdi bolalar. Eng yoqmagani esa mana bu ko'k bilan, hop, qaysi biri bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Hop, menimcha oranjiviy bo'lsa kerak, ko'k bilan oranjiviy. Sizlarga qaysi biri ko'proq yoqdi, kommentariyaga yozib ketinglar bolalar. Ну что bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman va keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin.